Allohning jamoli, Rasulullohning shafaati, shunday sharob, sutdan, asaldan bo'lgan daryo, Firdavs jannati, jannatin naim. Nima orzu, qanday yetasiz ey birodar? 30 mingga atvet yo'g'asa, nimangizga katta ketasiz? 9 oy engizni qonida turganingizda ham sizni haqingizda Xudo yodidan chiqarmadi. Onangiz tilidan aytdi, dadasi qurtob yeyman dedi, dadangiz olib kelib berdi, yedi. O'shandan bir tishladimi, bir yaladimi, kim uchun yedi? O'sha qorinda yotgan ona odil uchun yemadimi? O'shining rizqi emasmidi? Shu enani bir qavat terin tayda turgan, hali o'g'il bolaligi, qiz bolaligi nishonasi bo'lmagan, bandasi haqida unutmagan Robbingizga, ey Alloh seni qulingman deb shukr qilib boshingni sajdaga qo'ymasan, kimsan bo'lmasa, kimsan? Nimasan?